أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yana Al-Adabul Mufrad namlıq bu hadis kitabının davamını oquyumuz. 94-cü bab gələn Babu Qisasil Abdi. Qulның qisasını eləyişinin babı. Yəni qul üçün başqalardan qisas etbiriş. Amar ibn Yasir'dən rivayet qılındı ki, o mundaq deydi: La yadribu ahadun abdan lahu ve huve zalimun lahu illa uqida minhu yawmal qiyamah. Qandaq bir adam zalim halatda özünün qolunu ursa, qiyomat kuni onundan qisas elinadi. Yani ilgirki hadislarda deyilib o'tdi, qilmagan ish uchun ursa yoki bir ishni xato qilgan bo'lsa, haddidan oshirib etib, chekdan oshirib etib urgan bo'lsa, qiyomat kuni shu qul uchun Alloh taolo qisas ep berdi xo'jayindan. 182 hadis. Abu Ja'far hadis so'zlab bergan, u Abu Layla degan kishining mundaq deganligini anglagan. Salman raziyallohu anhu chiqdi qarog'dak bo'lsa, ulug'ining halipi atrofiga chechilib turgan. Ari degan uloqlarning at qo'ykalar degan narsalarning halab yeydigan narsa dostak yoki shu yerdan chechilib turganligini ko'rdi-da, onun xizmatkari mundaq dedi: Laula anni akhaful qisasa la awja'tuka. Agar men qisasdan qo'rqmagan bo'lsam, sizni og'irtib turib uratdim, jazolaydim. Qulni ursa qisas qilgan yerda albatta hur odamlarni ursa albatta qisas qiladi. 183 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: La tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lish-shatil jamma'i min ash-shatil qarna. Cho'qimki haqlar o'z egasiga qaytidi. Hattoki mingizsiz qo'y uchun mingiz va qo'ydan qisas ilindi. Ya'ni hayoti dunyoda mingiz va qo'y, mingiz yo'q qo'yni zulm qilib usvagan bo'lsa-mu, qiyomat kuni qisas ep berildi. 184 hadis. Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, anna nabiyya sallallohu alayhi vasallam kana fi baytiha fada'a wasifatan lahu aw laha faabta'at fastabana al-ghadabu fi wajhihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salama radhiyallohu anhaning uyida edi. Vasifa degan cho'ri qiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining cho'risini yoki Salama radhiyallohu anhaning cho'risini chaqirdi. Kechikib qoldi, ya'ni kelmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuzida g'azab oshkor bo'ldi. Ya'ni achchig'i keldi, chaqirsam kelmadi deb. Shuning bilan Salama radhiyallohu anha pardining qishiga berib, qarg'idak bo'lsa, yiliqi qizchaq o'ynayotganka. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bir misvak bor ekan. Shuning bilan mundaq dedi: Laula khashyatal qudi yawmal qiyama la awja'tuki bi hadha as-siwak. Qiyomat kunidagi qisasdan qo'rqmagan bo'lsam, sizni bu misvak bilan og'irtib uratdim. Zada Muhammad ibn al-Haysam degan kishi bu hadisda yana ziyoda qilib mundaq dedi: Tal'abu bi buhma. Kichik hayvon bilan o'ynayotgan yoki mushuk yoki kuchukdak bir hayvon bilan o'ynayotgan ekan. Mundaq deydi: Falamma ataytu bihan nabiyya sallallohu alayhi vasallam. Amdi Salama radhiyallohu anhaning gibi. Bu qizchaqni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga elib keldim. Elib kelgan chaqda mundaq dedim: Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam, innaha la tahlifu ma sami'atka. Sizning gaplarini, chaqirganliklarini anglamabdi deb qasam qilyotdi. Qalat va fi yadihi siwak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lida misvak bor edi. 185 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Kimki ursa, ya'ni birni ursumu, qiyomat kuni onundan qisas elindi. 186 hadis. Abdullah ibn Shaqiqdan rivoyat qilindiki, u Abu Hurayradan rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Kimki zulm qilib ursa, qiyomat kuni onundan qisas elindi. 95 bab. Babun uksuhum bimma talbasun. Sizlar kiygininglardan ularga kiydiringlar, ya'ni qullaringlarga, xizmatkorlaringlarga sizlar kiygandan kiydiringlar. 187 hadis.
Ubadat ibn Samit'ten rivayet qılındı ki, o mundaq deydi. Xarajtu ana ve abi natlubul ilma fi hazal hayy minal ansar. Men ve dadam bu yezida ansarlardan ilim talab qilish uchun chiqdik. Ular halak bo'lib ketishdan ilgari, ya'ni ular vafot bo'lib ketishdan burun biz ilim talab qilish uchun chiqdik. Ya'ni ilim olimlarning o'lib ketishi bilan ko'tarilib ketdi. Gerçi necha millionlagan kitoblar qolgan taqdirdimi, olimlar o'lib ketsa, kishilar u kitobdagi bilimlarni tushunolmaydi. Biz tunji bo'lib uchirgan kishi, ya'ni Abul Yasar bizga tunji uchirgan kishi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahabisi edi. Uning bilan xizmatkori billa bor edi. Abul Yasarning ustida burda degan yaktak, ya'ni sirtiq kiydigan, oldi uchuq, tiziq kildigan yoki putining uchuq kildigan chapan. Ma'afiri degan Yamanning bir kiyimi. Ma'afir degan qabilaga mansub qilingan, nisbat berilgan bir kiyim. Uning xizmatkorining ustidami bir yaktak bilan bir ma'afir shunday bir kiyim bor ekan. Shuning bilan men uning mundaq dedim: "Ey tag'a, siz xizmatkoringizdagi yaktakni elib siz kiysangiz, uningga siz kiyib olgan bu kiyimni, ma'afir bu kiyimni uningga bergan bo'lsangiz, yoki siz uning ma'afir bu kiyimni siz elib uning sizning yaktagingizni bergan bo'lsangiz, uning ustida bir to kiyim, sizning ustingizda bir to kiyim bo'ladi. Ya'ni sen bir to bir yurish o'xshash kiyim kiysang, ikki kiyim o'xshash bo'lsa, uning ikki kiyimi o'xshash bo'lsa, degandan keyin beshimni silidi deydi. Va Alloh barkat bersin, ey qarindishimning bolasi, mening bu ikki ko'zim ko'rgan va bu ikki quloqim anglagan, buni qalbim saqlab olgan, tushungan deb o'zining qalbiga ishorat qildi. Niyat degan qalbga tutishadigan, ya'ni yurakka tutishadigan cho'ng tomir. Ya'ni mening ikki quloqim angladi, ko'zim ko'rdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini qalbim, yurakim tushundi, esida saqlab oldi. Sizlar yegan narsalardan ularga yediringlar, kiyganinglardan ularga kiydiringlar. Va kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khuza hasanati yawmal qiyamah. Mening uningga, ya'ni xizmatkorimga dunyoning narslardan berishim qiyomat kuni mening yaxshiliklarimni elib olishidan osonroq, yengilroq. 188 hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu shundaq deydi: "Kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yusi bil mamlukin khayran va yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun va albisuhum min lubusikum va la tu'azzibu xalqallohi azza va jalla." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qullarga, cho'rlarga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi, tapilaydi va mundaq deydi: "Yegininglardan ularga yediringlar, kiygininglardan sizlar kiygan shu kiyim-kechaklardan, kiyimlaringlardan ularga kiydiringlar. Alloh taolaning mahluqotlarini sizlar azoblamanglar." Ya'ni bular hayoti dunyoda ko'rinishda sizlarning qullaringlar, sizlarning xizmatkoringlardek ko'ringan bilan amaliyotda haqiqiy Allohning qullaridir. Chunki Alloh taolo insonlarni va jinlarni faqat o'ziga ibodat qilish uchun, o'ziga qulchilik qilish uchun yaratgan. Ya'ni bütün insonlar Allohning quli. Haqiqiy xo'jayin Alloh. Shuning uchun haqiqiy Allohning qullari bo'lgan Allohning qullariga yaxshilik qilinglar, zulm qilmanglar. Ularni at eshakning o'rnini ishiltib, Allohga ibodat qildigan, Alloh uchun ilm talab qildigan, vaz-nasihat anglaydigan, Allohning dinini oliy qilish uchun harakat qildigan bunda ishlarga, ibodatlarga daxl yetkazmanglar. Hem iş layıqıda bo'lsin. Demakchi, bugungi dars mushagicha bo'lsin. Darslar yana davomli yo'llanadi inshaalloh. Alloh taolo hammamizga bu darslarni manfaatli qilib bersin. Qiyomatda bizning foydamizga hujjat qilib bersin. O'rganganlarimizga amal qiladiganlardan qilib bersin. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.